Word'da kurarlıqını tanışaş. Hem de biz text tahrirlagan vaqtimizda bu qurlarninki orliqini mı tanishashga ba'zida ehtiyoj yo'qimiz. Ba'zi bek yaqin bo'lib ketadi, ba'zida yiroq bo'lib ketadi. Buni eng chiroyli holatda tanishashga to'g'ri keldi. Masalan, ba'zi xat numerini bek cho'ng qilib olsak, ba'zi harflarning quyruqi, chikitlari joyida chiqmaydigan bo'lib qoldi. Bu vaqtda qurning orliqini kengaytsak, bu normal chiqadi. Hem de qurning orliqini kengaytmoqchi bo'lsak, mouse qayerni kengaytmoqchi bo'lsak, shu abzasda turishi kerak. Undan bu yerda qur orliqini tanishadigan joy bor. Hozir bu qimmati 1. Yani qurlar odatda bir qur bilan yana bir qur yaqin kelgan orliqda bo'sh o'rin yo'q holat. Hamda buningki cho'ngroq qimmatni ekansak, buningki qurning orliqining kengayganini ko'ramiz. Yani bu yerda hozir 1,5 ga keldik, 2. 2 ga kelgan vaqtda 2 qurning orliqida yana bir qur bo'sh o'rin bor bo'ldi. Buni texmi cho'ng qimmatga kelsak, qurning orliqi texmi cho'ng edi. Masalan, hozir qur orliqi qurning egizligining 3/ga to'g'ri keldi. Masalan, 1,5 ga tanishib qo'ydik. Mushu buncha tanishib ishlasak bo'ldi. Endi bu tanlığınımız faqat mushu bir abzas qilam inovatlik. Yani başqa abzaslarni tanlamoqchi bo'lsak, yani buni ayrim tanlashga to'g'ri keldi. Ondan bu yerda har bir abzasninki tanlığınımız abzas ichidagi qurlarning orliqi. Hamda abzasninki 5i ve oxiridimi yani bo'sh o'rinlar oldu. Mesela bu yerde deyilgandek abzasdan burun boşluk qo'shish. Hozir boşluk yo'qkan, mana akasa qo'shildi. Abzasdan keyin boşluk borkan, mayaga kelsak, buni chiqarib o'tadi, buni tanlasak. Shunga o'xshash. Endi texmi inchga tanishmoqchi bo'lsak, qur orliqi tanlashlarda buni tanlasak, bu abzasga nisbatan ba'zi tanlashlarni elib bog'li bo'ldi. Masalan, abzasdan burun hech qanday boshliq yo'qkan, abzasdan keyin 8 qadaq o'rin bor ekan. Masalan, mana bir abzas desak, buningki oxirida. Hargiz abzasning ichidagi qurlar emas. Endi abzasning ichidagi qurlarni tanishmoqchi bo'lsak, bu yerdan bir qur yoki 1,5, biz hozir 1,5 tanishib qo'ydik mushu xilala shu. Yoki qo'sh desak, u 2 qur holatda tanishadi. Navada texmi konkret tanlamoqchi bo'lsak, bu dal deganni tanlagandan keyin mancha qadaq cho'nliqda bo'lsa bo'ldi desak bo'ldi. Masalan, 20 qadaq tanladik, ma'qul holatga keldi. Hamda biz buni qarasak hozir yaqin kelib qopti. 25 qadaq qilib boqaylik. Hazır normal holatga keldi. Yani bunu 10 knopkasidan bu abzas deganni tanlasakmi, yana o'xshashlarmi shu dialogramkasi chiqadi. Bu yerdan bayatga o'xshashlarni tanlab bersak, qurarliqini tanishay olamiz. Yani bu yerdan biz bir abzasning ichidagi qurning orliqlarini, abzasning 5idagi orliqni, oxiridagi, yani abzas tugandagi orliqni belgilab bergan bo'ldi. Masalan, biz bir quruq qur bilan buni ayirdik. Biz abzasning kendiki boshliqni ko'rib boqaylik. Bu quruq qurni o'chirib o'tib qaraydigan bo'lsak, bu ikki qurningki orasi bilan bu yerdagi ikki qurning orasi o'xshamaydi. Chunki abzasdan keyin yana orliq qo'yilgan. Biz buni oddiy usulda mushu yerdan tanishsak bo'ldi, murakkab tanishmoqchi bo'lsak, bu yerda texmi tavsiya tanishsak bo'ldi. Qur orliqini tanishash mashg'uloti yuqorida ko'rsatilgandek bo'ldi.